Barselona muxlislari Alvares kutuvdilarmi? Mana sizlarga yangilikni bombasi. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yaxshi xabarni butun Barselona muxlislariga tashab qo'yamiz videoda. Unda boshladik. Bugun Barselona Alvares uchun rasmiy taklif jo'natyapti. Bu transferga hech qanaqa futbolchi qo'shilmaydi. Barselona transfer narxini naq 110 million yevro atrofida qiladi va bonuslari ham bo'ladi. Julian Alvares bo'lsa Barselonaga ha deb javob berdi va bu transfer 15 kun ichida hal bo'lishi mumkin yoki bugun ham hal bo'lib ketishi mumkin. Chunki Barselona bugun 2 soatdan keyin, ya'ni hozir soat 2 bo'lgan bo'lsa, Barselona 4:00 da Atletico Madridga rasmiy taklif bilan chiqadi va agar Atletico bu taklifni qabul qiladigan bo'lsa, bugun Barselona Alvares qo'lga kiritishi mumkin. Hirvigo yaqin. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, eng tezkor va so'nggi yangiliklarni bizni Telegram kanalida ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Kanal silkasi profilisiga bosgan yerda o'zimiz shaxsiy kanalim turibdi. Shu yerga bitta silka turibdi. O'shani bosasizlar va biz bilan Alvaresni bugun transferi hal bo'lib ketishi mumkin soat 12:00 gacha. Kechagi Gordon transferiga o'xshab, bu ham juda ham tez bo'lsa Barselona muxlislari maza qilishsa kerak. Va eng qizig'i bu transfer so'nggisi bo'lmaydi va himoyachi ham biz albatta olamiz.